Bolalarimni pastelarini almashtirganimda yastic qoplari qorayib ketadi, tezda kirib bo'ladi. Nega shunaqa? Teg ostiga soladigan plastina ham tezda kirib bo'ladi. Lekin ko'rpa qoplari, podedyanliklar ko'p ham kirib bo'lavermaydi. Lekin shunda bo'lsa ham almashtirganda общий almashtirib, keyin yuvaman. Plastinalarni bolalarimga albatta super satindan tikaman. O'zimga oddiy plastina ishlatsam ham, lekin bolalarimga albatta super satindan tikaman. Shuning uchun plastina, super satinlarni mashinada yuvganimda gradusini 30 dan baland, uzog'i bilan 40 gacha yuvaman. Shunda ranglari ham o'chib ketmaydi va tezda kirishib ketmaydi. Plastinalarni almashtirgunimcha bolalarim ham tinch o'tirmaydi. Katta o'g'lim ayniqsa ukalarga shunaqa qilib o'tirsa ham tegaveradi. Kichkina o'g'lim takliflarini almashtirib chiqadi. Bu yerda tog'oraga iliq suv va mana bunaqa xushbo'y kir sovunda va tog'oraga sodalarni solib, qorayib qolgan yastic qoplarini yaxshilab oqargunicha qo'limda ishqalab yuvaman. Soda solib aralashtirsangiz, kir sovun bilan yuvsangiz ko'pirmaydi. Yana hayron bo'lmanglar deyman deb amalda sinab ko'rganinglar. Qo'limda ishqalab yuvib bo'lganimdan keyin stiralkaga xushbo'y kapsula va poрошокlarni yuvishga загрузить qilardim. Qarab tursam kapsula aylana chetiga chiqib qolibdi. Mana rezultatini o'zingizlar ko'ringlar. Qanaqa ham chiroyli oppoq chiqdi. Soda solganim yana bir sababi yumshoq choyshablarni ranglarini ham chiqazib yubormaydi. Choyshablaringizni kir moshinaga solishdan oldin albatta sodali suv bilan bir techayvoring. Natijasidan o'zingiz ham xursand bo'lasiz.